Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qani o'tiring. Qani kesla. Dada, G'uncham ko'rinmaydi-ku, birga ketdimi? G'uncham Guljamalning uyiga ketgan bola. Men Guljamalning uyiga boray. Dada, hali G'uncham bilan birga qaytib kelmas. Choy ichmosangiz bo'ladi-ku bola. Bo'ldi dada, birdamgacha qaytib kelmas. Choy ichmang. Bo'ldi, rahmat. Ma'qulamsa bolam. Bo'pti, berib kelsin. Adaş, eğer Alimcan degini de qilsa, ma'qul bo'lmoqdan boshqa amalim yo'q. Haqiqiy ahvolini deydim. Biroq faqat epidin olmadim. Qandaqmi qilay? Agar to'ykin Alimjon buni bilib qolsa, qandaqmi qilamiz? Bo'lmas Alimjonga malla berib deymi? Yo'q. Bu ishni eng yaxshisi Alimjonga o'zimla aytay. Alimjonni faqat oldig'im yo'q. Agar u ahvolni bilgandan keyin men uydan haydab chiqarsa, nemish to'yda qo'shilmaganimning sababini bilibmi qola? Sening bu gapingga men qo'shilolmayman. Bunda qilsang, dard ustiga dard bo'lmamdi. Sening necha vaqtdan beri tatgan jafolaring ozmi? Ems qanday qilaman? Menga buningdan boshqa yana nima amal bor? Aslida uning bilan to'y qilmasligim kerakdi. Agar to'y qilsak, oqibatining qanday bo'lganligini o'ylashqim petin olmayman. Alimjon yaxshi bola. U meni yoqtirdi. Lekin meni yoqtirdi debla. Uning muhabbatini depsanda qilsam qanday bo'ladi? Hozir o'ylaydiganim to'y qildikmi deyli. To'ydan keyin bu ish oshkora bo's bichar cho'ngana. Assalomu alaykum Guljamal. Qanday turyapsiz? Mamat Tursunaxon, bazaq yo'qsat qilib borma degansiz, bu yerda yuraysiz-ku. Atigan qo'y qirtib o'ltirsam, Alimjon kelib sizni so'rdi. Keyin dadasini qishiq berib to'y taklifini deyishimni, andin mushu oyning oxiri amal bor to'yni qilib deydi. Men biroz hayron qoldim. Alimjondan so'ray desam chiroy boshqacha, shuni sizlarni izlab kelishim. Kechda Alimjon kelmoqchi. Bizning uygami? Yo'q. Bizning uyga kelib maslahat qilmoqchi. Alimjon to'g'ri debdi. Biz to'y to'g'risida maslahatlashib bo'lgan. Amal bor to'yni baldiroq qilib deyli. Bo'ldi, sizlar menga yuraveringlar. Biz mangayli G'uncham. Mamat Tursunaxon, siz astan mang'ashtiring. Mening Guljamalga deydigan gapim bordi. Ma'qul. Xudoga omonat. Adash, biz cho'ngroq bir ayolni tepib, mush ko'rikdan bir amal qilib o'tib olsak bo'lmamdi. G'uncham, bu gap sening og'zingdan chiqdimi? Sen meni nima ko'rib qolding? Men har qancha eski odam bo'lsam-mu, bundoq pastkash ishlarni qilmayman. To'g'ri Adash, sen meni deb shundoq qilyapsan. Lekin bundoq qilsak hargismi bo'lmaydi. Bo'ldi, menga yuragin. Men Tursunaxon saqlab qolamiz. Xafa bo'lma Adash. Menga yuragin. Cho'ngana? Oy bolam. Men muboraklang. Nimaga muboraklayman? Men to'y qilsam xushal bo'lmamsiz? Xushal bo'lman bolam, xushal bo'lman. Men to'y qilgan bo'ldim. Jinim bolam. Sening og'zingdan mushundaq gapni anglaydi ekanman, Qachon elchilar kirdi ekan? U elchilar kelar haftaning ishiga bir kunda kelib qolamdi ekan. Endi sizmi xotirjam bo'lgan bo'ldingiz. Hanim bo'lsa xotirjam bo'ldim bolam. Xudoyim baxt taliyingni berar bolam. Baxtingni berar. ish qilib Guljamalda bir maqsad bor. Bo'lmasa nima uchun to'yni rad qiladi? Hech tuqqanmidi. Alimjon, siz hech qanday o'yda bo'lmang. Guljamalda boshqacha maqsad yo'q. U faqat
anasını dep şundaq qılıvatıdı. Bu deginingizmi to'g'ri. 70 yoshga kirgan bir onani yolg'iz qo'yishmi yaxshi emas. Biroq maslahat qilib onamizni elib kelsak yoki bo'lmasa bu uyni onamiz bilan birga tutsak bo'ladi emasmi? Qandoq dedim? Ha? Alimjon, bu mümkünmü? Patemxan anam aşıya turg'ul unamu. Sizlar to'y qilib Patemxan anam bilan birga o'ltarsaq deyatsizlar. Bu sizning yaxshi ko'nglingiz. Biroq siz to'y qilib 7 dongdan araliq kelsangiz, siz ishga o'g'li bo'lib kelgan bo'lasiz. Bu yetimlar qartilgan so'z. Sizning ota-onangiz hayot tursa, ota-onangiz qo'shilamdi. Guljamal to'y qilish qo'shilgandan keyin bo'lmadimi? Alimjon, buncham to'g'ri deydi. Sen boshqasini o'ylama. Biz to'yga tayyorlik qilayli, ha? Ish qilib ko'nglimga ayon. Guljamal hamini bir kuni bir nima deydi. Bo'ldi Alimjon. At g'uncham bilan berib Baratkamga, Metramga onamizni xabar qilib choyga tayyorlik qilayli. Ha, bo'lamdi. Bo'ladi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Dadamlarni baldiroq to'y qilishga da'vat qilinglar. Choy ekiladigan vaqtni Guljamal o'zi beksin. Ha, xotirjam bo'l. Kuchimizning bari chitirishimiz. Ha? G'uncham patroq kas bo'ladi. Oy, mana g'unchamni kelib qoldi-ku. Alimjon, Keling. o'ltiring Alimjon. Guljamal bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim. Yana tek sizga xush xabar bek keldim. Ha? Guljamal sizni chayni akkasin deydi. Rasman. Yaxshi Bu bo'pti. haqiqatan xush xabar ekan. Men darhol berib dadamlar xabar qilay. Sizlarni Maqla. xabar qildim. Mamamsiz. Xo'sh. Maqla. Yana kelaman. Avaylig'in. Maqla xo'shamsa. Xo'sh. Hali başta ulattı bana bir şey vandı toz kırmalda. Hali başta ulattı bana bir şey vandı toz kırmalda. Can gıcek deriz, büyük kurtuz kırmalda. Can gıcek deriz, büyük kurtuz kırmalda. Deryaları süzüzük, ağrıda tamaşa oynasın. Deryaları süzüzük, ağrıda tamaşa oynasın. Şayı göyle gün olsa, çamal çıkanda dost senmen. Gülsümxon, Xo'sh. sizlarni bir ishga yordamlashammikin deb o'yladim. Qiyna tatinmay davasizlar. Sizning ishlari o'zimizning ish emasmi? Kelinimi yetkab keldik. Ha. Bola kichik, sizlarni uningga yangi bo'lib beramikin degan. Menga ishonganlarga rahmat. Bu ishni jinim bilan qilaman deysizlar, Mitramxon.
Özlerini avar qıp qo'ydigan bolduq. Herkes ondaq deymesile. Әмсә sizlarga topshirdim. Alımcan fikam, Gülcemal singlim. Toyuңlarga mübarek bolsun. Men ata-analarning tiliga binoan chiqqanlarga yangi bo'lib keldim. Atdigandan beri herib ketdinglar. Endi bolduroq aram yilinglar. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Men mangay. Xo'sh. Gülcemal, sizga nima bo'ldi? Ya yig'lamaysiz, ya kulmaysiz. Bugun degan bizning shuncha yildan beri kutgan kunimiz-ku. Gülcemal, men bilyaptimi, siz Patamxon onamdan ansirab mushundoq ko'nglingizni yerim qilyapsiz. Bunimi Olimjon, bo'ldi aram olaylik. G'uncham, nimanda uxlayamaysiz? Men Guljamaldan ansirab qoldim. Patamxon onam bilan bir net kun turib kelsam bo'g'dik. Ma'qul. Patamxon onam pekli yolg'iz qoldi. Ansirgidek bir ish bormi? Yo'q. Ansirgidek ish yo'q. Amsi uxlavering. Olimjon, men chiqib sizga demoqchi bo'ldim. Biroq siz menga so'zlashga fursat bermadingiz. Necha yillardan buyon mush ishni o'ylab, azoblanib keldim. Men o'z amaliyatim orqali bu ishni isbotlamasam, Ya nimishqa? Zaten nimishqa? Ya Allah, tasqib, men sen bu zotni enim qilib bergay. Bu neyim için? Bu zaten neyim için? Bu Adem kalifinden çıkan işplasla zehirli kolunu neyim için bu sebri kızgı sağandı o? Bu bir çağrı kızının neçe vaktin beri toy televizyon etkip geldiğini ben endi düşendim o, endi düşendim. Ah Xuda! Bu kızlarını nimancı aciz yaratkan sen Xuda! Olimjon, men sizning qanchalik azoblanayotganligingizni bilyapman. Men sizga hargiz muloyiq emas. Biz endi o'z yo'limizga mangaylik. Siz ne gitmekçi? Uyunuzga mı? Siz bu azaplarınızda ananızda uyuşurup geldiniz. Toyu boğan bir kız, etigendi üzüm uyga kesse, atanı boğan adam nime dep oylap kalıdı. Eğer ananız bilip kalsa, bu faciaya berdaşlık bir ele mi? Gülcemal, oldu kılın. Ben sizni yaxşı görüme. Menin sizni yaxşı görgünüm, sizning tininiz emas. Belki sizning pak kalbiniz. Bunun işinin Gülcemal. Olimjon, men sizning azob tatib o'tishingizni xohlamayman. Yo'q, men hergiz azaplanmayman.
Mening siz bilan bir yostiqqa bosh qo'yganimning o'zi mening baxtim. Guljamal, bo'ldi qiling. Men Gulsimxon achamning qishig'i chiqib bu ishni yaxshi bir taraf qilish to'g'risida. Olimjon, men u ayolga ishonmayman. Guljamal, siz ansirmang. Bu ishni loyig'ida bir taraf qilaman. Xotirjam bo'ling. Ansirmang, ha? Kim o? Men Olimjon. Ha. Oy, Olimjon akam. Gulsimxon acha, sizni bir ishga yordam beramdiki deb kelishim. Qiyin uyga kiring. Ha. Juqrat akam. Ma'qul. Olimjon akam. Ajab bu kechda kelib qopsiz-ku. Guljamalga bir ish bo'lmagandu. Yo'q, Gulsimxon acha. Ha. Demisam bo'lmadi. Guljamal bilan ikkimiz ilgari ba'zi bir bo'lmag'ir ishlarni qilib qo'yibdi ekanmiz. Shunga cho'nglarning oldidan o'tadigan chaqda sizni biz tarafda turib ikki qiz gap qilib qo'yamdikin degan. Mushuninga bir yordam qilgan bo'lsizlar. Voy, Olimjon akam, mushunchalik ishmatdi. Xotirjam bo'ling. Men sizlarni yer qartadigan ishni hargiz qilmayman. Gulsimxon acha, rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Bek yaxshi ekanlar. Men mangay. Birdan Keyin yana o'tirib kelib mangmalsiz ayrim akam. rahmatimni aytaman. Bu nim deganingiz qarang davotgan gapingizni. O'tirib mangmay. Xo'sh, men mangay. Ma'qul anisa. Ma'qul. Assalom dada. Va alaykum assalom qizi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum Eshittiribsizlarmi? assalom. Ha, Qani o'ltirasizlar. keladi dada. Qani, choyga beqinglar bolar. Rahmat ona. Obdan. Choy oladi dada. Ha. Qani eling qizim tatinmang. Ha. Sizmi o'zimizning bolasidek tatinmang. Tatinmadi. Qizim, bu mu o'zingizning uyiga o'xshash. Tatinib qolmang. Erkin o'tiring, ha? Olimjon. Ha? 2-3 kundan keyin Guljamal bilan ishkinglar berib Fatimxonni yo'qlab kelinglar. Ma'qul dada. Ma'qul. Ma'qul. Qani baqash o'tiringlar bolalar. Elinglar. Qani bolalarim to'yga chiqinglar. Ha. Qanaq Qanda, cho'ngana? Fatimxonni Yaxshi, obdan yaxshi. turamizlar. Xudoga shukr. Cho'ngana, yolg'izlik tatib qolmagansiz, a? Yo'qay bolam, necha kundan beri G'uncha men bilan birga turyotdi. Ha, Xuncham o'zi qani? Atdiganda uyga berib kelay deb ketgan. Ha. Amdilardan kelib qolamki. Sizlar o'tirib turinglar, men tomoq tutish qilay, ya. Bo'ldi, cho'ngana. Bo'ldi, avar bo'lmaslar. Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom Xuncham, tinchlikmi? G'uncham, tinchlikmi? Obdan turamsiz. Yaxshi turdinglarmi? Yaxshi. Guljamal, qanday ahvoling? Yaxshi turgansan? Xudoga shukr. Olimjon, aduqlar chiqib qolgandi. Chiqib qoldi. Hanim bo'lsa. Bolalarim, sizlar o'tirib turinglar, men tomoq qilay. Cho'ngana, Men qayerdan bo'ldi, shay? bolam, bo'ldi. Xuncham, seni jiq avar qilib Voy, to'qadash. Nadikini, Fatimxon onammi? Meni onam G'uncham, tursa. sizga ko'p rahmat. Sizni jiq avar qildik. Men sizlardan xo'sh bo'lay. Bu ishni hargizmi boshqalarga deb sanmasizlar. Bulubmu balaning dadisi bilib qolmasin. Agar bilib qolsa, oqibati Mitramxon,
Sizning balalarga ishchilari og'rimamdi. O'g'il bal degan tunji to'yda qiz yuz ko'miz qandaq bo'ldi. Rost gap qilsam, Olimjonga mening ishchim og'riydi-mu? Gulsumxon, bo'ldi. Bu ish mush yerda tugsin. Bo'ladi. Sizlar degan balaning onasi, sizlarning deganlarcha bo'lsin. Ish qilib, men yangilik burchimni ado qilib bo'ldim deysizlar. Voy rahmat, Gulsumxon. Oy, Az bo'lsa-mu, mavi ishki kiyimlik raqni sizlarga atab qo'ygan. Loyiqlarda bo'lmasa-mu, bu nim qilganlari Mitramxon. Biz degan uzun yillik qo'shni to'saq, sizlarmu bunda qilmasilim bo'ladi. ozcha patatmala. Qani asıla. Sat bo'ldi. Ma'qulansa men chiqay. Ma'qulansa Xudoyim omonat. Hamını bir kuni bu ishning bizni ayirib o'tishini umid qilaman. Chunki men Olimjonning bir umr azobda o'tishini xohlamayman. bo'ldi. Bundaq shum gap qilmasangchi. Bu mening shum gap qilganim emas. Ko'nglim tuyib turibdi. Biz 10-20 kunni bir uyda tura olmaymiz. Xudoyim saqla adash. Fatimxon anam bir ishni sezgandek qiladi. Mendan bir qancha qitim so'radi. Biroq men hech nima deyolmadim. Agar men qaytib kelgan bo'lsam, bechara cho'ng onam men bo'lib ketdi. Bo'ldi. Ko'nglingni yarim qilma adash. Xudoyim Olimjonning ko'ngliga insof beray. Biz qizlar nimancha ojiz bo'lib yarilib qolgan bo'lg'aydik. Undaq dema adash. Bu degan almisaqdan qolgan bir qoida. Buning bo'g'ini yaxshi. Agar u bo'lmasa, biz qizlarning qanchalik izzat obro'yi bo'ladi deysan. Amaliyotda biz o'zimizning bu qoida yo'sinimizga opirin iysaq bo'ladi. Adash, sen bek aq ko'ngiljimu? Gulsumxon, nega kirib kelyaptilar? Qani aroq chiqsizlar? Sizlarmi bozorda yeniblar-da? Shunday bo'ldi. Barataxon. Aslida sizlarga demaydigandim. Nakasilar. Mitramxon sizlarga kelinlar to'g'rilab ketganmidimi? Gap qilmadi-ku. Kelinimizmi obdan. Balalarning onasining putugi pot, qo'li qo'l bo'lyapti deysizlar. Ey, boshqacha bir gap so'z deyman-di. Bu nim deganlari, ochiq demamla. Buni mendan so'ramay, uyga berib Mitramxondan so'rasizlar. Xat onasi. Osh, menga nim vaqiraydilar. Uyga berib ayollardan so'rasizlar. Ya Allah. Qarab turib o'zimga ish topdim. Buguncha 7 dunga chiqmay turay. Ishim chatoq bo'lsin yana. Keldingmi dada? Arun chiqirib o'tib qashimga kel. Ma'qul. Hey, onasi! Qanisizlar? Chapsam aya kelmamsizlar? Oy, mana. Shunchula ish bo'libsa menga demay o'ltag'in nima xotinning. Men bo'lganda bu odam yana. Shunchula ishni menda yoshiramtinglardan. Bo'linglar chapsam aya kelinglar. Astagfirullah. Voy, nimaga vaqiraylar? Fatimxon yolg'iz tursa, agar bu ahvolni u bilib qolsa, qanday qiladi? Uning ustiga salomatligim toza yaxshi emas. Shunga bu ishlarni sizlarga demagandim. Hey, sizlar degan balaning onasi. Dada. Qani o'tir. Bu zot nima ish? Bu Sen bizga undaq yaxshi, mundaq yaxshi deb maqtabli ketding. Biz senga ishondik. Endi buni qanday tushundirsa? Texi boshqalarning mentin ustiga olmoqchi bo'lsan. Senimi o'g'il bola degil olamdi. dada, bu ishning jarayonini men bilmayman. Ham bilishni xohlamayman. Biroq bu Guljamalning savalligi emas-da.
Estağfurullah. Eğer sen muşu buzuk ile yeni öğüt tutkense, bu öğütü yok al. Senin de balam yok. Bu senin... Gülcemal to'xtab turing. Gülcemal to'xtab turing deyman. Meni Gülcemal. qo'yib etding. Sizning bu nima qilganingiz? Meni bak qo'rqitib etdingiz. Dadamning gaplarini hammani anglab qolibsiz-da. O'lmigul Gulsumxon bizning deyishgan gaplarimizni anglab qolibdi emasmi? Alimjon, endi bo'ldi qilim. Har qanday bir ota-ona o'z majburiyatini ado qilsam deydi. Endi ishimizning birga o'tishi hargiz mumkin emas, Alimjon. Gülcemal, agar siz xohlasangiz biz boshqa yurtga ketaylik. Yo'q, hargiz mumkin emas. Chunki mening 70 yoshga kirgan bir cho'ng onam bor. Bilayotamsiz. Nima? Unda bo'lsa men qanday qilaman? Siz o uyingizga ketasiz. Men mujdatlar bilan o'zimni qiynab o'tamdimi? Agar siz ketmasangiz, men ketay. Alimjon, nima deyapsiz? Sizga bu hayotlikni kim bergan? Kim sizni mushunchalik qildi? Acaba meningdek bir arzimas ayol uchun tarki dunyo bo'lib ketmoqchimi? Ota-onangizdan kechmoqchimi? Gülcemal, Hargizmi arzimaydi u, Alimjon, arzimaydi. Gülcemal. Əmisi men qanday qilaman? Siz depakna. Qanday qiladingiz? Ota-onangiz bilan birga o'tisiz shu. Men mush azoblarim bilan mush uyda tura olamdim. Siz nimishqa meni ozroq bo'lsa-mu o'ylab qo'ymaysiz? Meni o'ylama deydimsiz. Ular degan sizning ota-onangiz. Qaysi bir ota-ona o'z bolalarini o'ylamaydi? Ota-onangizning deganlarining hammasi siz uchun. Alimjon, men sizdan o'tinib qolay. Mening bu dunyoda birli cho'ng onam bor. Agar cho'ng onam bu ahvollarni bilib qolsa, azobdan o'lib ketadi. Siz ota-onaning qanchalik ulug'ligini bilamsiz. Mening sizga o'xshash ota-onam bo'lgan bo'lsa, men bu mushkunga qolarmidim? Alimjon. Meni unutib ketding. Alimjon, meni unutib ketding. Unutib ketding. Gülcemal to'xta! Hammani qilgansizlar. Ey, menda nimishqa yo'shirdinglar? Mana endi Bo'ldi, dadisi. Ochiqlavermisizlar. Men ochiqlagan bilan o'rniga kelmaydi. Bichora o'g'limning bu ishlarga yo'l qilib qolganini. to'la beshimni ag'ritmanglar. Esta. Cho'ng ona. Bolam. Bolam, nima bo'lding bolam? Bolam, nimaga yig'laysan? Cho'ng ona. Meni bundan qo'rqitma bolam. Nima bo'ldi zaldigini? Olimjon kuni ko'zlaring ishib ketdi. Cho'ng ona, siz Hazaga onamning uyiga ketgan kuni endi men qanday qilay, cho'ng ona? Bolam. Bu nima tegilibdi? Yig'lama bolam, yig'lama. Anisi, Olimjon bilan Guljamal nega ketgandi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Assalom o'g'lim. O'g'lim, nega ketding? Guljamal qani? Gülcemal dadamning gaplarini anglabdi. U ketdi, endi kelmaydi. Ey, sen bir o'g'il bola o. Aşı bir buzuq ayol uchun qarliq tutib ketganingni qara.
Dada, sen hadisila Gülcemal'ni hakaretleveme. Çünkü o bir ko'ngil qiz. Bu ishda Gülcemal'ga amal yok. Onun üstüge o ata-onasidan kichik yetim qolgan. Bu ishni hozirgi cho'ng onasi anglasa, salomatlik ahvoli ko'tarilmaydi. Dada, bo'ldi. Men sizlardan ikki ish to'g'risida o'tinib kirdim. Biri Gülcemal'ning bu kechirmishlarini maxfiy tutgan bo'lsanglar. Buningdan xotirjam bo'lgin. Yana biri men yurtdan ayrilib bir mezgil jahon kezib kelamikin deyman. Bo'pti balam. Bu o'ylig'ining bo'g'idek. Lekin biroz vaqt o'tgandan keyin mangsang bo'lamdi ekan. Hozircha oldirmaydi. Dada, deganlaring to'g'ri. Lekin to'y ishida o'ylamagan ishlarga duch keldim. Bu ishlarni unutish uchun mushunday qilmoqdan boshqa choram yo'q. Ko'ngling tushundim o'g'lim. Qachon mangay deysan? Atiganda. Bo'pti, qo'shilaman. Dadisi, O'g'il bola bo'lgandan keyin shahar atlab jut ko'rganning ziyni yo'q. Uning ustiga bu ishlarni unutishqimi foydasi bor. Bo'pti. Berib kel o'g'lim. Ma'qul. nega borsa o'g'lim? Azroq ishim bor ana. Men chiqib kiray. Ma'qul. Dadisi, bu nim qilganlari o'g'limiz sirtqa chiqib baxmagan tursa, keyin yo'llarda bir ish bo'lib qolsa, Qaraganda o'g'limizga bu ishlar xili eg'ir kepti. Bu ishlarni unutish uchun mushunday qilmoqdan boshqa amal yo'q. Uning ustiga o'g'limizning yog'ochchilik, kigizchilik hunarim bor. Hargiz qiyilinib qolmaydi. Sizlar o'g'limizga nayiq beringlar. Ansirab ketmanglar. Kiyimlarini tayyor qilib beringlar. ma'qul. Bichara bolam. Nelardim sarson bo'lib shirasi. Oy Olimjon ukam, qani uyga kiring ha. Bo'ldi, to'la hiligarlik qilmasizlar. Men sizni xili hurmatlaydim. Lekin siz bir ishplas ayol kellar. Bizga ziyonkashlik qilib nimaga erishdilar? Men bugun shuni sizga deb qo'yayki, men bu yurtdan ayrilmoqchi bo'lyapman. Agar Gülcemal'ning ishlarini boshqa bir odamga deb Gülcemal haqoratga qoladi ekan, men sizni bosh qo'yib yotmayman. Anladingmi? Xudoga shukr. Ajabmi qo'rqdim. Jinim cho'ng ana. Sizdan ansirabli bu ish to'g'riliq ig'iz etishqa. Faqatli bitin olmadi. Bolam, o ishplasini tanımsan. Yo'q, faqatli tanimayman. Tanimayman. Sen nima bu kegilikdi bolam? Jinim cho'ng ana. Jinim bolam. Assalomu alaykum G'uncha. Va alaykum assalom Olimjon. Keling, o'ltiring. Guljamal qani? U ketdi. Endi qaytib kelmaydi. Olimjon, bu qandaq ish? G'uncha, bo'ldi so'rama. Siz hammani bilasiz. Mening hozir hech qanday gap qilg'im yo'q. Men bir mezgil yurtdan ayrilib jiroqlarga ketmoqchi. Shunga Gülcemal'ning cho'ng onasidan boshqa hech qanday qo'rqitqini yo'q. Siz qarab qo'yasiz. Olimjon, zodi ketmasangiz bo'lmandi. Menga mushunday qilmoqdan boshqa amal yo'q. Jahon kezib kelay. Xo'sh, ko'rishamiz. Xudoga omonat. Olimjon, Olimjon, to'xtab turing Olimjon. Men bu ishlarni Olimjon dedim. Olimjon. Tegishib ketdi. Bu chaqda İlqi Gülsümxon degan xotin darizini qishib turib hamma gaplarni anglab onamga debdi. İçeri anam dadamga tegmabdi. Necha kunning oldida dadam bozordan qaytishida Gülsümxonga uchrab qolibdi ekan. Gülsümxon bu ishlarni uningga deb beribdi. Shuning bilan dadam onamga xafa bo'ldi. Keyin Olimjonni chaqirib akirib
agar yana mushu buzuq bilan uy tutgansan, sendek o'g'lim yo'q dedi. Shuning bilan qaytib keldim. On 15 kun uy tutibdim. Bu mening ta'lim. Sen nimaga yig'laysan, G'uncham? Bo'ldi qila, yig'in men bilan kelsin. Men hech yig'lamayman, adash. Sen shunchalar azoblarni tatding. Men yordam beray desa, mening qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Men yig'lamay qanday qilaman? El qodim qilib chiqqan munofiq. Sang'imish azoblarni sanmagan bo'lsa, sening baxtli oilang bo'lgan bo'ladi. Oldi yig'lama. Yürü. İlahim, aşı işplasının cacısını bir yere. Maya gerek. Ma'qul. Men tarafga ozroq tashlatma. Ma'qul. Mayaga. Tashla. Ma'qul. Tashla. Qachon qimutiga bu? Az qoldi. Armay vasaqm bo'pti-ka. Birdan aramayli olaychi. Shunday qilsam bo'pti-ka. Voycha. Mamtumika. O'ltirib olding-ku. Yerib ketdingmi yo? Eli qizni o'ylayapsan. Qandaq o'ylamayman degili Vasanovka. O'zimdan qilgan bu paskashlik ishim uchun jajamni yedim. Biroq bu ishim shu qizning turmushi to'salg'i bo'ldimikin deb bak ansirayman. Tazı gap qiladigansan Mamtumika. To'salg'i olmaydigan ish bo'lamdi. Kim biladi Mamtumika? Sen bu yerda ishlab yurganing bilan seningmi shu kichikkina ishing tufayli bichora qizning beshiga nima kunlar keldi? Bo'ldi. Bu ishni o'ylayapman. Keyinchi o qizni bir surishti qilib tepib, u qilganlarim uchun javob qaytarib qo'yasa. Bo'ldi qila. Tura. İşlayli. Tura. Haras adaş. Alimcan seferge mağdi. Safarga maqdi. Qayerga? Men aniq bilmayman. U oxir deganni qilibdi-da. Men Olimjonga yuz kelanmayman. Hech kimga yuz kelanmayman. Hech kimga yuz kelanmayman, adash. Bo'ldi, ko'nglim tushunaman adaş. Biroq Alimjonga tas. Alimjon bu ishlarni shuncha oson unutib ketalaydi demsan.
Gülcemal so'nglim. Nima bo'ldingiz? Potemxonani chaqirib kelaymi ya? Ko'nglim eshib ketib boradi. So'nglim, umsiz biz ketayli. Yo'q. Mana avalayli. Astam yo'q. Qaranglar, Fatimxonning nevrisining to'yi 15 kun bo'la bo'lmay qaytib kelibdi. Bir ish bo'ldimi nima? Hadi bir yeri var içine. Hey, bir chatoq chiqdimi ye? Potemxona biz keldik. Oy balam. Tudaqım balam, neyim boldu bu balığa? Bilmedim. Çırayları sağırıp Yonduğantı ip geldim şu. Oy balam, bana öyküreydi bana. Potemxona hoş men Hoş ketdim. balam, rahmet sana. Otur ola balam. Ben sana oran sepirey. Kila balam, hit ola. Yat. Nerang ağrıdı da balam. Bir yerim ağrımaydı ana. Putlarımda can yok, gözüm qarang'ilashib ketib boradi. Ensirme balam, yerip qalğan oxşaysa. Äti berip doktorxan ko'rinib baqayli. Birdam uxlasan, yaxshi bo'lib qolsa balam, ha? Muborak bo'lsin acha. Navri ko'rdik alla. Rahmet doktor, Ah. rahmet. Cho'ng ana, doktor nima deydi? To'g'ri qini. Muborak bo'lsin balam, bu keslingi doğru ketmeydi ekan. Nimishqa? Bo'yingda baka balam. Men buni navri ko'rdigan bo'ldim. Yaxshi aram olsang, o'ngishilib qolsa balam. Ketayli ana. Mana balam ketayli. Gülcemal yengidimi? Az qaldı balam, çıda. Çıda balam. Çıda. Olimjon. Ne bo'ldingiz? Eshitdim bo'lmadim. Uyqum kelmayotdi. Ko'zim yumilsila ayolim chaqirgandek bo'lib, ichim titildab ketyotdi. Siz yurtdan ayrilg'ili qanchalik bo'ldi? Bugun dal 9 oy bo'ldi. Ay, Gülcemal yengede Xudoyim o'g'ildim birini berdi. Xudoga shukr. Gülcemal singlim Oy balam, sizlar kirsanlar bo'lmaydi. Men tursanxin balam. Yig'ildi qarbash baqlanba, tez so'yinglar, ay. Yuradi Ben yardımlı şey. Jinim bolam, shig'lima bolam, qo'rqoq bolam. Uruq qalamani balani ko'rib edim. Olimjon. Qarab qol, bak talab ketibsan. Qarib esib qoldimi nima? Uxmadim.
bir boğaq bala yaqamdan tatib faqat aram bermeyotidi. Odam erib ketsa, mushunda qalayimqon tushlarni ko'rdi. Bo'ldi, yetib aram olayli. Hech yo'q. Qor besib qolgan o'xshaydi. Ha, mazlum. Ko'nglingizdek gapni deyamay necha yilni o'tkazdinglar, qan demamsizlar. Endi hamma demayman. Demay necha yilni o'tkazdim. Yani o'tkazib boqay. Qancha yil o'tdi ekan. Ko'nglingni tushunaman. Meni bag'ritoshlik qildi da'vatsizlar. Qandaqda o'z bolasi uchun bag'ritoshlik qilib deysizlar. Men o'g'limga bunchalik eg'ir kelar deb o'ylamoqdiman. Mana 12 yil bo'pti. Men hayot degan salimidan boshqa o'zini ko'rsatmayotdi. Unda qilmasam bo'pti-kan. Boshda chekidan xeli oshirib yetibdiman. Men endi pushaymonni oladigan qochi yo'q. Bo'ldi dadisi. Bu silning savalliklari emas. Har qandaq dada o'z bolasiga kuyinadi. Agar bu ish vaqtida oshkor bo'lmagan bo'lsa, bolamizni bir umr oldigan bo'lardik. Bunjamlarning gapiga qaraganda, Patamxonning ko'zli xeyli eg'ir o'xshaydi. Shu bechora ayolg'im tas bo'ldi. Berib yo'qlab qo'ysak bo'ladi. Biroq qandaq baramiz danglar. Bolam. Ha? Olimjon bolasi borlig'ini bilamdi. Cho'ng ona, o'tgan ishlarni so'ramayla qo'ying. Salomatligingizni tansi yaxshi emas. Yo'q ishlarga beshingizni qattirmang. Uning ustiga men bu ishlarni unutib ketdim. Bu nima deganing bolam? Odiljonmi cho'ng bo'lib qoldi. Seningdan so'ramagan bilan mendan bir qancha qitimlab so'rdi. Men bu nima deyishimni bilmaymi qoldim. Rost gapimni qilsam, Odiljonning tug'ilganligini Olimjon emas, hatto Odiljonning cho'ng dada cho'ng opalarim bilmaydi. Voy, cho'ng ona, bir ayringiz og'riyotdi-da. Ensirma bolam. Qiyirg'anda odam o'shundoq saqsiz bo'lib qoladi ekan. Cho'ng ona, men sizga issiqda choy damlab beraychi, ichib biling. Bo'ldi bolam. Odiljon kelganda birga ichaylik. Ona men keldim. Oy, balam keldingmi? Yuqoriga o'tay balam. Kela Yaxshi bolam. bo'lib qoldingmi? Xudoga shukr bolam, yaxshi bo'lib qoldi. Ton tutib qo'yay. Rahmat bolam, rahmat. Bolam, chayni ichib olib darsingni tayyorla. Cho'ngona bugun ma'lum topshiriq bermay mo'qol yezib kedinglar dedi. Choy qo'ya bolam. Ma'qul. Avval qizig'ida chiying ichib ol. Ma'qul. Ichcha bolam. Darslaringni yaxshi o'qiyotgansan bolam. Cho'ngona yaxshi o'qiyapti-ma. Ko'mashma pishib qoldi bolam. Issig'ida yavilib, yozlig'ining bo'lsa yezib ol. Ma'qul. Mana. Avval issiqda yeb ol balam. Ma'qul. Men bolam. Savaqdaşlar. Bugün ötüldüğün dersimizдің asaslık məzmuni savaqdaşlarının ata-analar toğrusida maqal yezish ve okuş. Bu ders sizlerning maqal yezish iqtidoringlarni o'stirish bilan birga, ya'ni sizlarning ata-analarni hurmatlash ve ularni asrash qatorliq taraflarda tarbiyalash roli intayin cho'ng. Hozir o'zinglar tayyorlagan maqolanglarni o'qiysizlar. Qani qaysinglar avval o'qiysizlar?
Aqini Odiljon, siz o'qib beqing. Hürmetli muallim, qadirlik savaqdaşlar. Özümge notunuş bolgan bu temada maqal yazışning men qanchalik tez kelganligini bilamsizlar? Yo'q, sizlar buni hargiz bilmaysizlar. Chunki sizlarning dodonglar bor. Men har qitim dodo degan bu so'zni boshqalarning og'zidan angladim. Lekin bir qitimmi dodo deb chaqirib boqmadim. Dodoning farzatga bo'lgan mehrning qandoq bo'lganligini bilmayman. Mening bildig'im faqat uning qaysarligi, emgakchanligi, ulug'ligi. Men tushimda doim dodamni ko'raman. Biroq chiroyining qandoqligi, menga o'xshamdi, o'xshamamdi, buni bilmayman. Ko'z oldimga faqat akilamayman. Shunda dodamni ko'rgan kunning atsi, boqqa chiqib qong'idek yig'layman. 12 yaşga kirgan bir bola o'zining dadasining chiroyini esiga ololmasa, buningdimi ig'ir azob bo'lamdi. Savdoshlar, sizlar dadanglar bilan birga bozorlarga borganinglarni ko'rganimda butun vujudimni g'ayriblik bosdi. Shu zaman uyga kelib onamdan dadamning ismi nima? U qandoq o'lib ketdi deb so'rag'im keldi. Biroq bu mumkinmi? Bichor anam meni deb nurg'un azoblarni tatdi. Hem dada, hem ana bo'p meni beqib mushunchalik cho'q qildi. Men ot ilib, ot sotdim. Tezak terib etizga qo'ydim. Anam mush ishlarimni har qitim ko'rsa meni bag'riga besib, qattiq yig'laydi. Meni hozir bakmi cho'ng bo'g'im bor. Cho'ng bo'lib onamning jafolarını o'zim tatib, bechora onamning shu kuni yengillasam deyman. Odiljon haqiqatan aqlli polvon. Bo'libmi uning tunugini o'qigan maqolasi meni qattiq ta'sirlantirdi. Sinfdagi barliq saboqdoshlari Odiljonning bu maqolasini anglab ko'z yish qilishdi. Odiljon maqolani o'qib tugatgandan keyin sinf ichi xeyli vaqtgacha jimib ketdi. Men Odiljonning muallim bo'lish sifatida sizdan bir ishni so'ramoqchi. Sizdan so'rasam bo'ladimi? Agar siz ma'qul ko'rsangiz. Muallim. Mendan nima savol so'rashingizni bilaman. Lekin Odiljonning dadasi hayotmi, hayot emasmi, buningga o'zimni bir narsa deyolmayman. Odiljonning dadasi buningdan 12 yil burun bu yurtni tashlab chiqib ketgan. Ba'zi ishlarni Odiljonga so'zlab berishga tilim kuydi. Shunga bu o'tgan ishlarning hech qaysisini Odiljonga texi demadim. Uningdan sir tutib kelyaptim. Guljamoh. Siz bilamsiz, Odiljonning tunugini o'qigan maqolasida mening dadam teg'i hayotmikin deyman. Biroq u hayot turib, nima uchun biz bilan birga o'tmaydi? Onamning dadamga qandoq yomonlik qilganligini to'limi bilgim keldi degandek so'zlar bor ekan. Buningda bir masala bormi qandoq? Buningga bir nima demak tez. Ba'zi odamlar og'ziga kelgan so'zlar berdi. Ona men keldim. Ha, keldingmi balam? Cho'ng onamchi? Uxlab qoldi. Kecha-kecha yutilib, baq qiynalib ketdi. Ha, men kirib chiqayamsa. Bo'ldi balam, kirmagin. Cho'ng onam uyg'onib ketmasa yana yaxshiroq uxlab olsin. Kecha-kecha uxlamadi emasmi, ha? Amsi men qo'ylarni beqib kelay. Ma'qul. Guljamal. 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 Oy, cho'ng ona. Bir yeringiz og'riyotganda. Yo'q. Odiljon qani bolam. Qo'y baqqili ketdi. Bo'la uni to'lab kel. Ma'qul cho'ng ona, hozirla boray. Bo'la. Cho'ng ona. Ko'z o'zi cho'ng ona.
taşlap koyamsız çoğ ana. Gözünüzü için deymen çoğ ana. Gözünüzü için ha. Çoğ ana. Anam şikimiz kandak kılmış çoğ ana. Siz yalnız taşlap koyamsız. Çoğ ana. Canım çoğ ana. Siz daimla canım balam. Sen belki olsanla. Gözüm şımladı deydiniz. Benim baxtimni ko'rmasdinlar. Bizni tashlab ketamsiz. Men endi rostilla qora yetim bo'ldim, cho'ng ona.